Srazi ikkita mashina, Labo va Getz. Ikkovi ham hadovoy mashina, bittasi tayyor biznes. Va mana shu ikkovini bitta porterga obmen qilar ekan. Agar porteri bor akalar bo'lsa, Labo 2018, bu 2004 1.4. Bu 0.8 ob'yomda gaz va bunisi 530 ming so'm 18-yilga. Haligi ikkovini maqsad sotish ekan. Qimmat qo'ymayapti. Buni 320 ming qo'ydi. Wow, shok senada. Shoshilish, srochli telefon qiling. Bugun 20-dekabr soatlarimiz 6 bo'lyapti. Bu mashina ikkovi ham sotilib ketadi. Getz 2004 1.4 320 mingga arzon narx akalar, tilla qo'ng'iz ranglarda va bu 18-yilga Labo. Toyota bagajlari mexanika, elektropaket, trapchniy salonlarda ichlarini ko'ryapsizlar va bu mexanika Getz 3D polilar bilan chiqinlar solingan, konditsionerlar bor, turayni elektropaketlari ham bor. Bu yerni ham ko'ramiz. Wow, akalar birinchi shu Getz sotilib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki srochli telefon qiling. Agar porteri bor akalar bo'lsa, eshitib qoldingizmi? Mana shu videoni ko'rib qo'ydingizmi? Bitta like qizartirib qo'yinglar, hammanglar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Ikkovini olib qo'yasizlar. 530 ming, 320 ming.